Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'ri betiga xush keldingiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahmat. Diqqatingizga yaqinda ijtimoiy taratqularda uchirtib qolgan nihoyatda esil termilardan sunaman. Yer hamon bir kuni bizni yeydi. Shunga uning ismi yer. Gerçi bugun biz uning ustiga dastlab tursaqmi, u bizning emas, balki biz uni. Taqdiri putingni sundirib etsa, u sana aqsab menishni o'g'itadi. Mana bu hayot. Aqsab menishni xohlamaysan, ammo onunğa mecbursan. Mana bu taqdir. Dünyada tirishmay turib erishgila bo'ladigan birdan bir narsa qiyrilik. Hech kim sening jafolaringga diqqat qilmaydi. Biroq xatoliqlaringga diqqat qiladi. Ko'nglim ranjidi sendan deydi-yu, ko'ngling ranjidimi mendan deb so'rab qo'ymaydi. Mana bu insondagi ojizlik. Dünyadagi eng esil hamroh seni xatoliqing bilan so'ygan. Boshqalar seni qora deysimi, u seni oq deb yolg'iz tashlab qo'ymagan odamdir. Do'stlik bir daraxtga o'xshash, soyasi tushsa hisob emas, yildizi tutashsa hisob. Ağzıda ming jon bergandan amaliyotda puchuq non berganning mehri boshqacha. Sabr azobingni tindirdigan o'tga o'xshaydi. Ham jiningni kuydirdi, ham shifo berdi. İnsan bir qitim tug'ilib, 100 qitim o'ladi. Eng oxirgi qitim o'lganda boshqalar yig'laydi. Qalgan 99'da o'zi yig'laydi. Nur chechish uchun yenish lozim. Yenish uchun kuyish lozim bo'ladi. Yaman ishning avval lazzati, andin hasilab, hasreti ham azobi bo'ladi. Bu dunyoda qilolmayman degan so'z mavjud emas. Faqat yo'lanchuging qolmaganda hammani tabiiyla o'rganib olasan. Hech narsadan ayrilib qolishdan qo'rqma, yuragim. Bilsang, vaqt kelganda jonmi tanni tashlab ketadi. Mikrofon oldida Nuriya Rahmat. Kirishtirgan muzikani Dilfuraz G'ani ishlagan. 2025 yil iyun janbadi unga elinib tayyorlandi.